Mən Feruza Aysa, Naqsh Farida Qasımның qızı. Bunundan 21 yıl burun apamdan vaqtsiz ayrıldık. Onundan keyingi kunlarda mən, dadam, çoğ apam, qarindoshlarım bilan birga yaşadım. Farida Qasımның naqshlarini ko'pchilik mastanalar to'limi yaxshi ko'radi. Bugungi kunda biz aslamlarimiz bilan bugunimizni yug'urib turib, ko'klam nomli naqshini Feruzaning ovozida qaytadan suratga ishlab chiqishimizda bir turli sevg'inishlarimiz bor, muhabbatimiz bor. Eng muhimi Feruzaga sog'an payandozimiz bor, ham yuklagan umidlarimiz bor. Güzel aziz nigar, visal izlep buldum ben intizar. Könglim goya çimen, kalbim misli gülzar. Aşkımның bir gıda, sen hükümdar. Salam dostlar, mən Ürümçi bilanlar savdo çəxlik şirkətinin qurğucusu Çimengül. Ferial teri asrash hamda kutilish mahsulotlarining ijodkori. Feruza aytgan ko'klam nomidagi bu naqshni qo'llash mening ijtimoiy burchim. Chunki men bir ana, men bir korxonchi, san'at suydigan hamda san'atkorlarni suydigan mehr muhabbatlik tomoshabinlarga bu naqshni sunduq.